Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Türkçe çıqıdığan xəbər nida, Tamğı Türk və başqa xəbər səhifelərdə yaqında Berlində elib berilgan 3-cü növbətlik xalqara Uyğur munbiri haqida təfsili xəbər berilgan bo'lib, mazkur xəbərlərdə işğaliyyətdən keyin Şərq Türkistanda assimilyatsiya və qırğınçılıq siyasətini toxtatmay davamlaşdırıb gələn təcavüzçü Xitay hakimiyyəti Şərq Türkistandakı milyonlagan Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarini nişan qılğan. Jaza lager sistemasini yo'l qo'yish orqali 21 asrdagi eng og'ir kishilik huquq krizisi va irqiy qirg'inchilik jinoyatini sodir qilganligi, shundaqla bugungi kunda dunyoning kun tartibi Ukraina, Rossiya urushi va O'rta Sharqdagi yangi jiddiyliklarga markazlashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi xalqaro siyosat va axborotlarning diqqatidan uzoqlashdi yoki uzoqlashtirilganligi. Buni fursat bilgan tajovuzchi Xitoyning bu qirg'inchilikni yana davomlashtirib, xalqaro jamiyat axborotlarni saxta sahnalar, tarbiyalangan munofiq g'olchilar orqali aldashga uringanligi va Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yo'q degan tashviqotini kuchaytirishga boshlaganligi alohida ta'kidlanib, mazkur munbarning asosli markaziy ideyasi haqida tafsiliy to'xtalgan. Mazkur xabarlar va maqolalarda o'tirib qo'yilishicha, bu qitim Berlinda 2026 yili 11 iyundan 13 iyungacha o'tkazilgan 3-cü navbatlik xalqaro Uyg'ur munbiri odatdagi xalqaro yig'indan farqli holda jazo lagerlarining 10 yillik e'tirof qilishdan javobgarlikka tortishgacha keyin nima qilish kerak degan temada elib berilib, bu munbarda faqat o'tgan 10 yilni xulosalash uchun emas, balki xalqaro jamiyatning diqqatini Uyg'ur masalasiga markazlashtirish uchun qanday qilish kerakligi haqida muzokara elib berilib, Uyg'urlarning ovozining dunyo kun tartibida qayta anglanishiga kafolatlik qilish asosli tema bo'lgan. Shundaqla dunyoning har qaysi joylari va har qaysi davlatlardan kelgan siyosatchilar, advokatlar, olimlar va kishilik huquq qo'g'duvchilar 3-cü navbatlik xalqaro Uyg'ur munbiriga jam bo'lib, xalqaro jamiyat faqat bu qirg'inchilikni e'tirof qilish bilan kifoya qilmasligi, balki javobgarlikni kafolatlantirish uchun konkret qadamlarni olish kerakligi haqida birdeklikka kelgan. Munbar jarayonida nurg'un davlat parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib borgan bostirishlarini qirg'inchilik yoki insoniyat qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, bu siyosiy qarorlarni jazo va qonun mexanizmlari bilan qo'llamaganligi ta'kidlanib, Xitoyning majburiy emgak sistemasining dunyoviy ta'minlash zanjiriga davomli ta'sir ko'rsatayotganligini, Uyg'ur muhojiratining chegara halqigan bostirish va tahdidlarga duch kelayotganligini, shunga har qaysi hukumatlar faqat bayonot berishning o'rniga konkret jazo, importni kontrol qilish va xalqaro qonuniy mexanizmlarni ijro qilish talab qilingan. 3 kunlik munbar jarayonida kishilik huquqdan tortib, geographiyalik siyosatgacha bo'lgan kun tartib, Uyg'ur muhojiratiga qartilgan chegara halqigan besim, majburiy emgak va dunyoviy ta'minlash zanjiri, diniy erkinlik, madaniyat va kimlikni qo'g'dash, xalqaro qonunning unumi, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın roli, Xitayning atalmış bir belvaq bir yo'l tashabbusining kishilik huquqni ko'zga ilmaslik atrofida muhokama qilinib, olimlar va advokatlar baholashlarda xalqaro jamiyatning uzun mezgillik sukutining Xitoyga yeshil chiroq yiqib berganligi va kishilik huquq dafsanchiligining normallashishiga yo'l ochganligi ta'kidlanib, demokratik davlatlarni birlikda harakat qilishga va iqtisod munosabatlarining kishilik huquqdan ustun turishiga yo'l qo'ymaslikka, hukumatlarni majburiy emgakka qarshi texim kuchli tadbir qo'llanishga, Uyg'ur musofirlarini qo'g'dashga, oilalarning qayta jam bo'lishiga yordam berishga va xalqaro qonun bo'yicha javobgarlikni ustiga olish mexanizmini qo'llashga chaqiriq qilgan. Bu yilning 5-ida Markaziy Avstraliyadagi Australiya MMH xayr-saxovat fondi muhojiratdagi Uyg'ur yoshlarining o'z milliy tarixini tadqiq qilishga bo'lgan qizg'inlikni oshirish va bu yo'ldagi yosh tadqiqotchilarni qo'llash maqsadida Nabijon Tursun o'qish mukofotini ta'sis qilgan va bu Uyg'ur muhojirat tarixida tunji bo'lib bir Uyg'ur olimining nomida atalgan o'qish mukofoti bo'lib qolgan edi. Mazkur saxovat o'rni mas'ullarining stansimizga bildirishicha, mazkur mukofotga iltimos qilish 2026 yili 5-may kuni oxirlashgan. Shundan keyin barliq iltimos qiluvchilarning amaliy ahvoli va o'qish natijasi tafsiliy ko'zdan kechirilib, haqiqiy ehtiyojliq va Uyg'ur tarixi tadqiqoti bilan shug'ullanish irodasi kuchli bo'lgan nomzodlar tanlangan. Oxirgi bosqichdagi tor orqali yuz ko'rishish elib borgandan keyin İstanbul Üniversitesi'de 1933 yildagi Xotan inqilobi temasidagi tadqiqoti bilan magistrlikni tamomlagan, navbatda Uyg'ur tarixi bo'yicha doktorlik qabul qilingan İstanbuldagi yosh tarix tadqiqotchisi Rayima Tursun xonim bu yillik Nabijon Tursun o'qish mukofotiga erishib, bu mukofot ta'sis qilingandan keyingi tunji mukofot olg'uchi bo'lgan.
Rayma Tursun bu mukofotga erishish bilan birga yana doktor Nabijon Tursunning bevosita ilmiy yetakchiligida tadqiqotini davomlashtirish fursatiga erishgan bo'lib, u doktorlikni tugatguncha mazkur mukofotni olishni davom qildi ekan. Avstraliya MMH xayr-saxovat fondining qurg'uchi mas'uli bu vaqtda mundaq deydi. Fondi jamiyatimiz va Uyg'ur xalqi nomidan bu yosh tadqiqotchi doktorantni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shundaqla Uyg'ur tarixidagi nurg'un bo'shliqlarni to'ldirishga zo'r tuhfa qo'shib, Uyg'urlar va chet el tarixchilar orasida birinchi bo'lib, 13 tomliq Uyg'ur umumiy tarixi nomli zo'r hajmlik ilmiy asar orqali xalqaro Turkiya xalqlari tarixi tadqiqotida yangilik yaratgan ham Uyg'ur va O'rta Osiyo tarixiga oid ko'plagan ilmiy asarlarni ingliz, rus, Uyg'ur, turk va boshqa tillarda nashr qildirib, keyingi avlodlarga qimmatli ilmiy meros qoldirgan va bugungi kunda izbosar yetishtirish uchun nomida o'qish mukofoti ta'sis qilingan doktor Nabijon Tursunga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Uyg'ur tarixini ilmiy asosda davomli turda atrofli tadqiq qilish va yangi avlod tarixchilarini yetishtirib chiqish uchun bunday qimmatli tirishchanliklar nihoyat muhim. Yevropa İttifaqı rəhbərləri von der Leyenni Xitayga qarşı texmi qattiq savdo qurollarini taraq qildirishga chaqirdi. Yevropa İttifaqı rəhbərləri Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyenga Xitoy bilan bo'lgan savdo tangpungsizlik va Xitoyning ta'minlash zanjiriga tayinishining kuchayishi sababidan Yevropa İttifaqıning savdo mudofaa qurollarini kuchaytirishga huquq bergan. Brüsselda o'tkazilgan Yevropa İttifaqı rəhbərləri yig'inida chiqarilgan bu siyosiy qaror yaqin yillardan buyon Yevropa İttifaqı qo'llangan xatarni azaytish strategiyasining yangi bir bosqichi bo'lib, Yevropa İttifaqı rəhbərləri Yevropa Komitetidan Germaniyaning Beijingga qarshi texmi qattiq pozitsiya tutishiga ergishib, Xitoyning iqtisodiy kuchiga taqobil turish uchun texmi qattiq qurollarni o'ttirib qo'yishni talab qilgan. Politikoning xabarida a'zo davlatlar komitetidan Xitoyning davlat qo'llagan sanoat siyosatlari va Xitoy ta'minlash zanjirining Yevropa bozoriga eksport qilishiga qarshi texmi tez va texmi unumli aralashishning yo'li qo'ydigan yangi mexanizmlarni taraq qildirishni talab qilgan. Bu haqda Reuters'ning xabarlarida bayon qilinishicha, bu yangi savdo qurollari ichida mavjud savdo mudofaa qurollarini texmi kengaytirish va muhim sohalardagi ta'minlash manbalarini ko'p xillashtirishni talab qiladi ekan. Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen boshliqlar yig'inidan keyin Yevropaning yaqin yillardan buyon muhim savdo mudofaa qurollarini taraq qildirganligini va bu usullarni texmi aktiv va strategik shaklda ishlatish kerakligini, Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan savdo qizil raqamining kuniga taxminan 1 milliard yevroga yetadiganligini ta'kidlagan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha ko'rishgich aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.